Bismillahirrahmanirrahim. Ey iymon etqanlar, sizlar g'azotdan ularning yeniga qaytib kelgan chaqda ular sizlarga o'zir aytidi. Ularga sizlar bekorga o'zir aytmanglar. Sizlarga hargiz ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amalinglarni ko'rdi. Ondan yushurun va oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qayturilisizlar. Allah sizlarga barliq qilmishinglarni aytib berdi degin. Ularning yeniga qaytib borganinglarda ular sizlarning ayiblamasliginglar uchun yolg'on o'zirlarni aytib Allohning nomi bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar, chunki ular nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lgan taqdirdami Alloh bundaq fosiq qavmdan hargiz rozi bo'lmaydi. Sahrolik arablarning kufrligi va munofiqligi texmi qattiqdir. Ular Alloh payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka texmi yaqindir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sahrolik arablardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni seliq hisoblaydi. Sizlarning beshinglarga hodisalarning kelishini kutidi. Ular kutgan yomon hodisa ularning o'zlariga kelsin. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Sahrolik arablarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon aytidi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Bilinglarki, ularning Alloh yo'lida berganlari rostilla ularni Allohga yaqin qiladi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Shaksizki Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, to'liq mehribondir. Hammadan burun iymon etgan muhojirlar va ansorlardan ularga e'tiqodda, amalda va gap so'zda mukammal ravishda ergashganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular u jannatlarda mangu turadi. Bu katta utuqdir. Atrofinglardagi sahrolik arablardan munofiqlar bor. Madina aholisi ichidami munofiqlikqa odatlanib ketganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qatim dunyoda va qabrida jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga qaytariladi. Gunohlarini e'tirof qilgan va yaxshi ishni yomon ish bilan aralashtirib qilgan yana bir turkum kishilar borki, Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Chunki Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey payg'ambar, sen ularning pul mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin, chunki sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Alloh hammani anglab turg'uchi, hammani bilib turg'uchidir. Ular Allohning bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, sadaqani qabul qiladiganligini va Allohning tavbini bakmu qabul qiladigan nihoyatda mehribon ekanligini bilmamdi. Ularga aytqinki, sizlar yaxshi amallarni qilinglar. Amalinglarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rdi. Ondan yushurun va oshkorini bilguchi Allohning dargohiga qayturilisizlar. Alloh sizlarga qilgan amallaringlarni aytib beradi. Jihadga chiqmaganlardan yana bir qism kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah ularni ya jazolaydi, ya tavba qilishga muvaffaq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yana bu munofiqlarning orasidan mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrlikni kuchaytirish, mu'minlarning orasini bo'lish, ilgari Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odamning kelishini kutish maqsadida masjid bino qilgan va biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb qasam qildiganlar bor. Alloh guvohlik berdi-ki, ular cho'qim yolg'onchilardir. Ey payg'ambar, u masjidda mangu namoz o'qimagan.
birinchi kunidan tartibli taqvo asosiga selingan masjid Quba masjidi albatta ichida ibodat qilish uchun turishingga eng loyiqdir. Uningda taqvolik qilish orqali gunoh ma'siyatdan pok bo'lishni yaxshi ko'rgandek, paskiniliklardan poklanishni yaxshi ko'radigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni yaxshi ko'radi. O'zining binosini Allohdan qo'rqish va uning roziligini izlash asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qilgan yarning leviga selib, o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga tushib ketgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Toki ularning yuraklari pari-pari bo'lib o'lmaguncha, ularning salgan binosi zirar masjidi dillaridagi gumonning yildizi bo'lib qolaveradi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, pul mollarini, ularga jannatni berish badaliga setib oldi. Ular Alloh yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Bu Tavratda, Injilda va Qur'onda bayon qilingan rost va'dadir. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qilguvchi kim bor? Ey iymon etqanlar, Alloh bilan qilgan bu savdonglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Bu savdoni qilgan mu'minlar, tavba qilguvchilar, ibodat qilguvchilar, Allohga hamdu sano aytquchilar, ro'za tutquchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamalariga rioya qilguvchilardir. Ey payg'ambar, yuqorqi sifatlarga ega bo'lgan mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Kafir holatida o'lgan mushriklarning do'zax ahli ekanligi payg'ambarga va mu'minlarga aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdami, ularning mushriklarga mag'firat tilishi hargiz durust emas. İbrahimning o'zining otasiga mag'firat tilishi, İbrahimning o'zining otasiga mag'firat tilishi faqat uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash yuzasidan edi. Uningga o'z otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasidan ado-judo bo'ldi. Shaksizki İbrahim Allohga ko'p iltijo qilguvchi, dili yumshoq, apuchan edi. Allah biror qavmni hidoyat qilgandan keyin ularga saqlanishga tegishlik ishlarni bayon qilmay turib, ularni ozg'unlikqa hukm qilmaydi. Shaksizki Allah har narsani bilib turg'uchidir. Shubhisizki osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamni yashtidi, xohlagan odamni o'ldirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech bir do'st va madadkor yo'qdir. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar o'z vaqtida ularning ichidan bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tos qolgandan keyin ularni tavbaga muvaffaq qildi. Shaksizki Allah ularga to'liq kuyimchandir, nihoyat mehribondir. Jihaddan qilib qolgan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan, ularning ichi siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga jazm qilgan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavba qilishga muvaffaq qildi. Chunki Allah tavbani bakmi qabul qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ey iymon etqanlar, Allohdan qo'rqinglar, rostchilar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi va ularning atrofidagi sahrolik arablarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqishdan qilib qilishi, o'zlarining aromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning yo'lida uchirgan har bir ussuzlik, tortgan har qanday jafo mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni g'azablantiradigan har bir qadami, dushman ustidan g'olib kelib qo'lga keltirgan har bir muvaffaqiyat uchun ularga yaxshilik yoziladi. Chunki Alloh o'zining amr farmonlarini mukammal ado qilguvchilarning ajrini hargiz bekor qilib o'tmaydi. Ularning Alloh yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi
va jihad yo'lida bosgan har bir qadamiga ajr savob yoziladi. Bu Allohning ularni eng yaxshi qilgan amallari bo'yicha mukofotlashi uchundir. Mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi loyiq emas. Ularning har bir jamoasidan bir turkumi jihadga chiqib, yana bir turkumi dinda olim bo'lib, qavmi jihaddan qaytib kelganda, ularning Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqi dinni o'rganishga qilib qolmadi. Iymon etganlar, kofirlardan o'zinglarga yaqin joydagilar bilan urush qilinglar. Ular sizlardan qattiq qo'lliqni ko'rsin. Ular sizlardan qattiq qo'lliqni ko'rsin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. Qandaqli bir sura nozil qilinsa, ularning munofiqlarning orasida bu sura qaysinglarning iymonini ziyoda qildi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning iymoniga iymon qo'shdi. Ular buningdan suyunib ketadi. Dillarida munofiqlik kesili borlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufrligiga kufrlik qo'shdi. Ular kafir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim sinildiganligini bilmamdi. Shundaq turuqliq ular tavba qilmaydi, ibratmi olmaydi. Ularning ayibini ochadigan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarashib, sizlarni bir kim ko'rib qolarmi deyishib tikib o'tidi. Ular haqiqatni tushunmaydigan qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini uningdan burvatdi. Haqiqatan sizlarga o'zinglardan bo'lgan bir payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarga, ya'ni hidoyat tepishinglarga herisdir. U sizlarga, ya'ni hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga bakmu shafqatlikdir. Nihoyat kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sendan yuz o'risa, sen Alloh menga yetarlikdir. Uningdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Uning g'ili tayandim. U buyuk arishning egisidir degin.